Uchtepa tumani Izza mahallasidan kattaroq uchastka qidirganlar uchun 608 sotuvli mana shu uchastkamiz sotuvga qo'yilgan. Mahallani ko'rasizlarmi? Keng fayzli mahallalar, domlarning nari tarafida betonga boshlanib ketadi. Bu yoq tarafimiz tupida joylashgan. Ertaga to'y hasham qiladigan bo'lsanglar ham keng joylar, umuman qiynalmaysizlar. Mahallada suv, svet, gaz, kanalizatsiya hamma narsa bor. Hozir ichkaridan ham ko'rsatib beraman. Hovlimizga keladigan bo'lsak, aylanasiga ham binolarni ko'rishimiz mumkin. Chiroyli zeleniy zonalar qilib qo'yilgan. Burchada letniy kuxna va binoning orqasida garajlari ham bor. Planirovkasini to'g'ri binodan boshlab tushuntirib beraman. Kirishimizda katta zal, mehmonxona bilan boshlanadi. Chiroyli remont qilib qo'yilgan. Bundan tashqari bitta katta yotoqxonasi, o'zini alohida garderob va sanuzullarga ham ega bo'ladi. Bu binoimizning tegi podvali ham полностью yashash xonadoni qilib qo'yilgan. Uni o'zida ham katta zal ko'rinishidagi xona, bitta yotoqxona va bitta sanuzullarga ega bo'ladi. Uyimizda полностью tepli pol qilingan. Pastki etajlari keladigan bo'lsak, hovli taraflama ikkita alohida sanuzulga ega bo'ladi. Yonida oshxona joylashgan, mebellar bilan birga. Bundan tashqari yonida yana katta ovqatlanadigan xona, katta yotoqxonasi, sanuzul, xullas bu yoq tarafi o'zida ham 7-8 ta xonalarga ega bo'ladi. To'g'ridagi binoimizda eskicharoq stilda, uni o'zida ham katta zal ko'rinishidagi xonalarni ko'rishimiz mumkin. Uy binoimizning tagida ham podvollari bor. Ko'rib turganinglardek, kattagina uchastkamizda narxini 380 ming dollar deyapti. Hali kelishiladigan joy bor. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. Uchtepa tumani Izza mahallasidan kattaroq uchastka qidirganlar uchun 608 sotuvli mana shu uchastkamiz sotuvga qo'yilgan. Mahallani ko'rasizlarmi? Keng fayzli mahallalar, domlarning nari tarafida betonga boshlanib ketadi. Bu yoq tarafimiz tupida joylashgan. Ertaga to'y hasham qiladigan bo'lsanglar ham keng joylar, umuman qiynalmaysizlar. Mahallada suv, svet, gaz, kanalizatsiya hamma narsa bor. Hozir ichkaridan ham ko'rsatib beraman. Hovlimizga keladigan bo'lsak, aylanasiga ham binolarni ko'rishimiz mumkin. Chiroyli zeleniy zonalar qilib qo'yilgan. Burchada letniy kuxna va binoning orqasida garajlari ham bor. Planirovkasini to'g'ri binodan boshlab tushuntirib beraman. Kirishimizda katta zal, mehmonxona bilan boshlanadi. Chiroyli remont qilib qo'yilgan. Bundan tashqari bitta katta yotoqxonasi, o'zini alohida garderob va sanuzullarga ham ega bo'ladi. Bu binoimizning tegi podvali ham полностью yashash xonadoni qilib qo'yilgan. Uni o'zida ham katta zal ko'rinishidagi xona, bitta yotoqxona va bitta sanuzullarga ega bo'ladi. Uyimizda полностью tepli pol qilingan. Pastki etajlari keladigan bo'lsak, hovli taraflama ikkita alohida sanuzulga ega bo'ladi. Yonida oshxona joylashgan, mebellar bilan birga. Bundan tashqari yonida yana katta ovqatlanadigan xona, katta yotoqxonasi, sanuzul, xullas bu yoq tarafi o'zida ham 7-8 ta xonalarga ega bo'ladi. To'g'ridagi binoimizda eskicharoq stilda, uni o'zida ham katta zal ko'rinishidagi xonalarni ko'rishimiz mumkin. Uy binoimizning tagida ham podvollari bor. Ko'rib turganinglardek, kattagina uchastkamizda narxini 380 ming dollar deyapti. Hali kelishiladigan joy bor. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. Uchtepa tumani Izza mahallasidan kattaroq uchastka qidirganlar uchun 608 sotuvli